Anime komediya filmlari uchun obuna bo'ling. Ovoz berdi Amirxon Jo'raqulov. Shunchaki karvondagilarni yo'q qilaman. Bu juda ham oson. Kanoha bo'roni. Kimsan? Mening ismim Rokli. Men shu karvondagilarga mas'ulman va sen ularga hujum qilishingga yo'l qo'ymayman. Mayli unda. Bu odam ham taijutsu bilar ekan. Nega u faqat qo'ldan foydalanyapti? Nima unda la'nat energiyasi yo'qmi? Sening harakatlaring yomon emas, faqat senga tezlik yetishmaydi. Va nihoyat ishonish juda ham qiyin. U mening barcha zarbalarimga chap beryapti. Bu darajadagi taijutsu. Agar men uni yenga olmasam, o'zimni kechira olmayman. Beshinchi darvoza ochil. Bu kuch qayerdan keldi? Men tayyorman. Men taijutsu foydalanuvchilarini hurmat qilaman. Qanday qilib sen bu darajadasan? Yaxshi, men sirimni aytaman. Bu narsa meni kuchli qilgan. Siz buni kiyishingiz bilan juda kuchli bo'lib ketasiz. Sen bilan oldin ko'rishganmidik? Xavotirlanma. Men ham erkaklarning ismini yaxshi eslab qololmayman.